Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, ustalar o'z kanalining hurmatli obunachilar. 2026-yilda haqiqiy halol mehnat qilib pul topib turgan akalarimizni oldiga kelganmiz. Qadrdonlar, deganlar, radnoylar, bittadan like bosib qo'yinglar. Bu akalarimiz mana misol nima desak bo'ladi? Biz o'zimiz ham haqiqatan yoshlikda g'ish kuyganmiz. Buni yashashni kerak yo'q. Eng halol mehnatlardan biri hisoblanadi. Haqiqiy peshona teri. Buni pulini ham barakasi juda ham ko'p. Yani bir kunda misol 300 ming, 400 ming topish mumkin, lekin ana 1 million, 2 millionlik pulni barakasi bilan bir xil. Sababi mehnat qilib topilyapti turgan pul qancha peshona teri mashaqqat bilan topilsa, uni ishlatish ham shuncha nima deydi? Barakali bo'ladi. To'g'rimi usta aka? Mana shu usta akamizdan hozir narx-navolarni bilamiz. Aka, mana shu mikrofonni bundoq qistirib qo'ying. Sizga xalaqit qilmayman, faqat mana bo'lardi. Savol bersam javob berib qo'ysangiz bo'ladi. Bizi manzilimiz hozir Oltiariqdan aka. Ha, Oltiariq. Oltiariq 30 metrlik. Ha, ikkinchi chinor degan joydan. Ha, ikkinchi chinor. Gap bo'lish mumkin emas. G'ishlarda hozir o'zingizda yuzmasa bitta ishchi bo'lib kelgansiz. Ha, ishchiman. Gap bo'lish mumkin emas. Hozir qanaqa narx-navolar? Narx-navo 600 so'm yuklab berilishi bilan bo'lyapti aka. Biz solish xizmatimiz 300 so'm. 300 so'm solinyapti. Ha. Razmeri nechaga necha aka? 607 ga 25 ta eni. Ha, uzunligi 25 sm, eni 12 sm, balandligi 6,5 6,5 qoladi qurigandan keyin. Uzunligi 25, 24,5 qoladi. Ha, 24,5 qoladi aka. Shunaqa. Standart desa ham bo'laveradi. Ha, zavod ishlaridan mustahkam bo'ladi aka. Mana hozir bitta narsa. Boylab pishgan. Hozir plastik g'ishini ham sotishyapti. Endi u akalarimizni yoki misol zavodda g'ishini yomonlamaymiz. Hamma mahsulotni ham o'zining klienti bor, o'ziga yarasha. Lekin meni fikrim mana shu plastik g'ishga qaraganda mana shu qo'lda solinib turgan g'ish qiyshiq bo'ladimi yoki misol 10 ta solsa 10 xil bo'lib qolishi ham mumkin, lekin mustahkamligi mustahkam. To'g'rimi ustaga? To'g'ri. Sababi bu mana shu loyimiz, tuprog'imiz loy qilinyapti, dimlab qo'yiladi bir kunda. Ha, dimlab qo'yib, bir kun davomida pishadi. Buni ichidan misol bugun loy qilinsa akalar qaranglar. Bu yoqqa olinadi, salafan qo'yib, salafanning ustiga olinadi, undan keyin tepasidan salafan yoziladi. Ha. Hozir ichida qolyapti turgan bez deymiz yoki mayda-mayda misol uyumagan kesaklar bor. Ular mana shu dimlangandan keyin hammasi qaymoq o'xshab qoladi mana. Loydan o'zi e'tibor beringlar. Hozir soat millarimiz necha bo'ldi mana? 847 bo'libdi. Usta aka mana ish bajarib bo'ldi bugungi. To'g'rimi? Nechida turib, nechagacha nechta kuyasiz? 5 ta boshlaymiz-da. Soat 5 ta boshlanadi, 9 gacha mana 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 4 soatda. 1000 ta bo'ladi-da. 4 soatda 1000 ta kuyasiz. Ha. Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. A'lo darajada mana 4 soatda 1000 ta, 300 ming ishlayapti akalar. G'ish kimga A'lo darajada. G'ish kerak bo'lsa Oltiariq tumanida kelishaveradi. Ha, bu yerda sotiladi ham aka mana. Sotiladi, ha aka. Eng sifatli g'ishlar shu yerda, shu yerda. Gap bo'lishi mumkin. 600 so'mdan yuklab berilyapti. 600 so'mdan aytgan texnikasi yuklab berilaveradi. Ha, nima? Keyin yo'lkiralar hamma shopir bilan kelishaveradi manzilga qarab. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir bitta narsani ko'rib qoldim aka, qani. Siz bitta alohida kuyasiz. Akam bitta alohida kuyapti. Nima sabab? O'zi javob beradi g'ishiga. Keyin o'zini loyini hamma o'zi alaydi. Keyin yana bitta narsa, haqiqatan men bitta narsa biz boshimizdan ham o'tgan yoshlikda 3 kishi bo'lsak, 3 ta tomonda kuyadigan bo'lsak, alohida. Bitta g'ish sanasak 4000 bo'lib qolishi mumkin. Lekin 3 kishi bitta kuysak 3000 bo'lib qoladi. Ha, 3000. Sababi hali kimdir tortar, kimdir tortmaydi. To'g'rimi aka? Mas'uliyat bo'lmaydi. O'sha, mas'uliyat bo'lmaydi. Shuning uchun alohida kuyishda ham foydasi bor. Foydasi bor. Ham g'ishni misol kachitib tekshirib oladi. Ham tez ham bo'ladi. Men egasiga ham yaxshi. Tez bo'lsam damimni olaman degan narsa ham bo'ladi. To'g'rimi aka? To'g'ri. Gap bo'lishi mumkin emas. Alloh rozi bo'lsin. G'ishlarimiz hozirgi kunda 300 so'm solishyapti ustakalarimiz. G'ishni o'zi 600 so'm bo'lyapti. Mana haqiqiy toza tuproq, sariq tuproqdan solinyapti. Xo'jalikniki bu. Xo'jalik tuprog'i. Bir kun davomida uyutilib, pishirilib, sho'ri yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Loyni o'zi mana qaymoq deb bo'lib qolgan. To'g'rimi ustaga? Ha, to'g'ri. Qaymoq bilan bir xil mana. Keyin qoliplarga ham haligi to'ldirib solinyapti. Mana gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. Aka, sir bo'lmasa necha yildan beri g'ish kuyasiz? 3-4 yildan beri kuyapti. 3-4 yildan beri kulyapti. Ha, mana shu joyda. Gap yo'q. Xo'jaliklarda kuyardi. Endi hozir
sotadigan joylar qoldi. Bizga ham udobniyda. Zo'r. 3-4 yildan beri shu yerdasiz. Ha. Gap bo'lishi mumkin emas. Alloh rozi bo'lsin. Mana qulaylikda, faqat chetda bo'lsangiz, xohlagan payt uyga ketasiz, xohlagan payt kelaverasiz. Mana ish beryaptigan akaman, misol tekshirish, peshirish boshqa bo'lmaydi, to'g'risi. Ishonadi 3-4 yildan beri ishlagan bo'lgani uchun. Nima qilsang qilaver deb qo'yadi, o'zingiz ish qilaverasiz. O'zimiz sanab bitamiz, sanamaydi ham. Gap yo'q. Chunki ertaga chiqarganda sir bilinadi ham. Zo'r. Yashang aka, Alloh rozi bo'lsin. Bizning bugungi mavzuimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan bo'lyapti. Mabodo akalarimizga xizmatlaring bo'lsa aloqaga chiqinglar. Aka nomeringizni qo'shsak bo'ladimi? 91lik, ha. 91lik ayting. 661 661 1155. 1155. Egasinikida. Zo'r. O'zingiznikichi, mabodo misol hech kuydiraman desa. Yo, biz chipta kuyamiz. Boshqa tanishlar bo'lsa ham topib bering. Bordir, to'g'rimi? Sheriklar. 91lik. O'zingiznikini bering, misol sizga aloqaga chiqsa, tanish topib beradi. 91lik. 91lik 040 040 05 05 90. 90 bo'ldi aka. Akamizga aloqa qilsa, mana shu halol mehnat qilayotgan akalarimizni xizmati uchun bittadan laykni bosib qo'yinglar. Manaman degan nima desak bo'ladi? Mikrofoningiz bor aka. Gapirmaydi. Manaman degan hozir oyoqqa turgan, eng zo'r mashinalar minadigan akalarimiz ham nol holatda mana shu g'ish kuyib tirikchilik qilgan, to'g'rimi? Meni o'zim ham. To'g'rimi aka mana? Hozir misol, rayonda misol eng katta odamlari bor. Ha, qiyinchilik. Yoshligida ustachilik qilgan baribir. Yigit kishi, erkak kishi borki, hammasi ustachilik qilgan. Mana shu g'ishni solib pulini va ta'mini totib ko'rgan, eng kamida, to'g'rimi? Shuning uchun mana shunaqa gapim to'g'ri bo'lsa yoki mana shunaqa haqiqatdan ham akalarimiz bo'lsa chiroyli qilib laykni bosinglar, gapingiz to'g'ri deb yozib qo'yinglar akalar. Halol mehnat akalarimiz qo'li dard ko'rmasin. Topgan puli iloyim barakali bo'lsin. Layk bosib obuna qo'yinglar.